hamma joyga borsak prostata bezingiz adenomangiz ko'tarib ketibdi. Qo'pol qilib aytganda siyg'oq bo'lib qoladigan darajada. Bittasi o'pkang shamollab ketdi deydi, qo'rqitadi. Ikkinchisi buyraging tamom bo'ldi deydi. Uchinchisi ana endi jigaring yog' bosdi, jigardan ko'l dori hammasi. Men aytamanki, biz ichimiz aptikab ketdi. Shu kasallikni yo'qotamiz deb. Lekin natija yo'q edi. Men shu paytgacha yo'qotgan dori-darmonga, boshqasiga yo'qotgan pulimga mana shu ertachora mana shu yerga kelsam, avvallardan sog'ayib ketgan bo'lar ekanman. 4-5 yilga yaqinlashib qoldi. Eng kamida 3 yilda. Juda qiynalib yurardim. Operatsiya qildirishga rozi bo'lgan joylarim ham bo'ldi. Biron joyga chiqayotgan bo'lsak, mashinada uzoq yurayotgan bo'lsak, shu o'zimning mashinadagina borardim. Birovning mashinasiga minishga xijolat bo'lasiz. Gaplarga gashtaylar, oshnalar bilan borasiz, baribir tez ishga chiqib turasiz. Yo bo'lmasa xijolat bo'lasiz, ozgina bir noxushat kelib qoladi deb. Hamma joyga borsak prostata bezingiz adenomangiz ko'tarib ketibdi. Qo'pol qilib aytganda siyg'oq bo'lib qoladigan darajada. Shu shlenkani osib yurgan chollarni ko'rganmiz. Xudo, biz ham shunaqa bo'lib qolmaylik deb Xudodan so'rab yurardik. Biron uzoqroq joyga borsak juda xijolatda yurardik. Yoki bo'lmasa shu sanatoriyalarga borsak ham onamizni alohigina qilib, shu sanatoriyadan keyin ham davolangandan keyin 1 oy yoki 1,5 oydan keyin yana shu shamollash, yana o'sha holat takrorlanaverdi. Bittasi o'pkang shamollab ketdi deydi, qo'rqitadi. Biz meditsinadan sal uzoqroq bo'lganimiz uchun kasbimiz. Ikkinchisi buyraging tamom bo'ldi deydi. Uchinchisi ana endi jigaring yog' bosdi, jigardan juda qo'rqitib gapirishdi. Ko'l dori hammasi. Men aytamanki, biz ichimiz aptikab ketdi. Shu kasallikni yo'qotamiz deb. Judayam. Lekin natija yo'q edi. Viagra deb bo'naga dorilardan 1 million 2 millionga olib ichasiz, ikkinchi partiya keladi. Yana shu o'ringa keyin tugaydi. Amaki yana keyin mana bu etapda iching sog'ib ketasiz. 2-3 etap ichaverasiz. 1 million, 2 million, 3 million olib. Yo'q, natija yo'q, rezultat yo'q. Doktorlarim aniq diagnoz qo'ymaydi, prostatangiz katta, 90 bo'lib ketgan deb aytardi-da. Lekin bir ikkita operatsiya qiladigan doktorlarga shlanka osganlarni ko'rib, o'zlari xijolat bo'laydilar-da. Borgilari kelmaydi. Men ham shu yerda shlanka osib qolsam qanday bo'ladi deb o'ylaydilar-da. Juda qiynalib yurardik. Sanjarbekda men YouTube'da uzoq kuzatib yurardim. Bizdan oldin operatsiya qilgan er-xotin intervyusidan keyin men yaxshilab qaradimda, birdan sizlarga telefonga chiqdim. Bunyodbek javob berdilar. Analizlar yaxshi chiqdi. Analizlarga sizda biroz shamollashib ko'proq ekan, 1-2 kun davolaymiz deb davolashdilar. Rahmat. YouTube'da ko'rganimda o'sha qonmas ekan, bu narsani sutar ekan. Qizil narsani sutar ekan. Men o'sha ko'ringa e'tibor bermaganman, u yorib tashlabdilar ana odamni. Bular yorib operatsiya qilar ekan degan nuqta nazar bilan 1-2 oy men e'tibor bermay qo'ydim. Aytamanki, o'sha yaqinda intervyu bergan shu akamiz bilan yangi kendoyimiz mancha vodiydan shekilli. Ya sho'x ekan, sho'x joylarini ham qo'yib yuborsizlar. Men shunaqa bo'ldi. Osongina televizordan ko'ryaptim, 2 soatda qutuldim degani menga motivatsiya berdi. Operatsiyaga qadar operatsiya bo'lgan kishilar bilan suhbatlashdim. Ular bilan dardlashdik. Ular operatsiya hech qanday qiyinchilik emas, oson narsa. Sanjarbekning qo'li juda yengil ekan. Men shifo topdim. 2 yildan beri xuddi oldingi holatga qaytdim. Menda o'sha prostata shamollash yoki bo'lmasa o'sha qo'pol qilib aytganda siyg'oqlik kasallari yo'qoldi deb otaxonlar bilan gurunglashib qoldi 72 yoshda ekan. Keyin Sanjarbekda o'zi ham podrobni chiroyli qilib tushuntirdi. Mana yaqinda Dushanbaga borib kelganda eng keyingi kraterimni nimadan olib keldim sizdan shuna chiroylilari bilan operatsiya qildim. Doda deb aytdilar, mayli rahmat, bor bo'lsin. Xursandman, Allohga behisob shukr. Mana elimiz, yurtimiz tinch. Mana shunaqangi bilimdon, zukko, yosh yigitlar, malades, otasiga rahmat. Shunaqa elimizni xizmat qilyapti. Yana ham ishlarga rivoj tilayman. Men shaxsiy fikrim, avvalo odam ko'proq izlanish kerak, qarash kerak, kuzatish kerak. Men shu paytgacha kuzatib va oxiri shu mana shu holatni tanladim. Men shu paytgacha yo'qotgan dori-darmonga, boshqasiga yo'qotgan pulimga mana shu ertachora mana shu yerga kelsam, men avvallardan sog'ayib ketgan bo'lar ekanman. Behuda ko'p pullarni yo'qotganmiz. Aytamanku, shu Viagrani birinchi etabi keladi, olib borib beradi, dastavka tekin deydi. Otaxon ikkinchi, uchinchisiga siz mana oxiri telefon ko'tarmay qo'yishadi, baraka topkurlar. Keyin shu bilan o'zi tamom degan, hech narsa natija yo'qligini ko'rib, boshqa dori-darmonlar ham rosa ko'p ichganmiz. Ta'siri juda kam bo'lgan. Endi baribir bu narsani shu operatsiya qildirib, mana shunday tozalatib, yo'llarini ochib qilmasa bo'lmasligini tushundim men. Mendan boshqa kishilar bo'lsa ham, mana shunday darddagi kishilarga aytmoqchimanki, qo'rqmasdan kelish kerak. Mana Toshkent Yunusobod aniq joy, hech qanaqa
uzoq joyligi yo'q. 3-4 xil variantlari bor ekan. Variantlarni sizga cho'ntagingizga qarab yoki iqtisodingizga qarab aytishar ekan. O'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha xohlagan holatda operatsiya qilib berar ekan. Juda xursandman. Yana takror aytaman, shu chiroyli yil xalqni xizmatiga bel bo'ylagan Sanjar akamizni chiromat tilayman. Alloh rozi bo'lsin u kishidan. El nazardan qolmasin. U kishini o'zi istiqligidan, bilimdonligidan ko'rib bilib, bir ko'rishdayoq o'zi o'sha rasmlarda ko'rgandan keyin uchrashganda xuddi bir qadrdonlardek ko'rishdik. Kutib olishdi, chiroyli. Hammasi joyida. Har kelganda xonaga kirib bizdan juda chiroyli hol-ahvolni so'rab, u kishiga rahmat. O'stirgan ota-onasiga ming rahmat u kishini.